So'nggi yillarda Surxondaryo ta'limida erishilayotgan yuqori natijalar barchani quvontirmoqda. Umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan olimpiada natijalariga ko'ra, o'tgan o'quv yilida 14-o'rindan 7-o'ringa yuqoriladigan Surxondaryo joriy yilda 4-o'rinni egalladi. Bu albatta vohalik pedagoglar, ta'lim tizimi vakillarining fidokorona mehnatlari samarasidir. Muxbirimiz Behzod Qodirov olimpiada g'oliblaridan biri Ziyodulla Eraliyev bilan suhbatda bo'ldi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida joylashgan Nurli maskan maxsus maktabining 11-sinf o'quvchisi Ziyodulla tengdoshlari kabi hayotning go'zalliklarini ko'ra olmaydi. Biroq uning izlanuvchanligi, ilm olishga bo'lgan ishtiyoqi va zukkoligi o'zgalarga o'rnak bo'lgudek. Har bir misollarni, har bir formulaga o'zini o'rniga qo'yib keltirib chiqarishni o'rgatib, ancha mehnat qildik. Ahd bilan kirishib kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay o'zini ustida ishladi. Birgalikda qo'shimcha nimalarni biz ko'rsatib turdik. Yaqinlar bilan bo'lgan oilaviy tadbirlarga qatnasha olmay, o'z kitoblarimni o'qib, izlanishda bo'ldim. Imkoniyatsizlikdan imkon topgan qahramonimiz mashaqqatli mehnatlari evaziga ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilar orasida o'tkazilgan asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida matematika fanidan faxrli 1-o'rinni, shuningdek 4.500.000 so'm miqdordagi pul mukofotini, eng quvonarlisi o'z yo'nalishida istalgan oliygoh talabasi bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Maktabni bitirgach Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetiga o'qishga kirmoqchiman. Shu universitetda bakalavr, magistr o'qib, nasib bo'lsa, boshqa davlatlarga ham o'tib, ilmiy ishlar qilmoqchiman. Albatta, hayotimda roziman. O'zimda hech qachon imkoniyat cheklangan deb hisoblamaymiz. Barcha imkoniyatlarimiz ochiq. Harakat qilsa, barchasini uddalasak bo'ladi. Ziyodulla misolida kim bo'lishidan qat'iy nazar ilm insonni ulug'lashiga guvoh bo'lish mumkin. Behzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.